Qozog'istondan O'zbekiston havo yo'llari uchog'ida uchib kelishi va poyezd bilan Samarqandga safar qilishi davlat rahbarlarining bu kabi kamtarligiga o'rganmagan o'zbekistonliklar uchun g'ayrioddiy tuyuldi. Undan avvalroq Halima Yoqub Qozog'istonga Birlashgan Arab Amirliklarining Fly Dubai havo yo'llari uchog'ida uchib borgani qozog'istonliklarni ham hayratda qoldirgandi. Singapur prezidentini olqishlaganlar va mahalliy rasmiylarga solishtirganlar ko'p bo'ldi. Bu holat bizning amaldorlarni xijolatga qo'yaverarkanda, qaydan ham keldi bu shum kampir deb ichida so'kayotgan bo'lsa kerak. Ammo uning bosh vaziri va prezidenti rasmiy safarlarga ham odatda oddiy tijoriy uchoqlarning ekonom klassida boradilar. O'tgan oy Singapur bosh vaziri Lee Hsien Loong Xitoyga o'z delegatsiyasi bilan Singapur havo yo'llari uchog'ida uchib kelgani xitoyliklarning ham olqishiga sazovor bo'ldi. Xitoyning ichida esa Pekinga Lee Hsien Loong Xitoyning Hainan havo yo'llari samolyotida uchdi. Malayziyalik blogerlar undan sal avvalroq shu aeroportga qo'ngan Malayziya bosh vaziri Anvar Ibrohimning dabdabali uchog'iga e'tibor qaratib, Singapurniki bilan solishtirdilar. Bosh vazir Lee Hsien Loong Singapurning asoschi otasi deb ko'rilgan Lee Kuan Yewning o'g'lidir. Atigi 50 yildan sal ko'proq vaqt avval deyarli hech qanday tabiiy boyliklarsiz botqoqliklardan tashkil topgan qashshoq orolni eng badavlat mamlakatlar qatoriga kiritishga muvaffaq bo'lgan Lee Kuan Yew qarindosh urug'chilik va poraxo'rlikni ofat deb hisoblagan. Korrupsiyani yo'q qilish uchun shafqatsiz bo'lish kerak. Agar qarindoshlar va tanishlaringiz ham pora olsalar, ularni panjara ortiga yuborishga tayyor bo'lishingiz kerak deb yozgan u o'zining 3-dunyodan birinchisiga deb nomlangan kitobida. Halima Yoqub Singapurning ilk ayol prezidenti va mamlakatning Malay etnik ozchiligidan chiqqan ikkinchi prezident. Ammo uning 2017-yilda bu lavozimga saylanish o'rniga amalda tayinlanishi demokratik saylovlarni kutgan ko'plab singapurliklarning hafsalasini pir qilgandi. Unda hukumat birinchi bor prezidentlikka nomzodlar Singapurdagi etnik uyg'unlik va totuvlikni ta'minlash uchun bu safar faqat Malay ozchiligidan bo'lishini e'lon qilgan va Yoqub xonim yagona shunday nomzod deya qayd etilib, raqobatsiz saylovda prezidentlikni qo'lga kiritgandi. Xalqaro sahnada kamtar parvozlari bilan nom chiqargan davlat rahbarlari oz emas va ularning bu kabi parvozlari xalq pulini isrof qilmaslik bilan birga, ayniqsa oxirgi vaqtda iqlim o'zgarishiga qarshi harakat deya ko'riladi. Jahon liderlaridan tabiatni eng ko'p zaharlovchi transport turlaridan birini kamroq qo'llash talab qilinadi. Xususan, bu yil boshida Shveysariyadagi nufuzli Davos iqtisodiy forumiga yig'ilgan yuqori martabali rahbarlar o'z xususiy uchoqlarida yuzlab kichik parvozlarni